Dərd dağ muqamı, əsrlərdən buyan, Turpan o'ymonliqida yashab kelgan To'qsundagi əmgəkcan, Batur, sənət xumar xalqning naqshi al-nag'ma mashrabları asosida barliq kelgan, guruhlashgan, sistemlashgan qimmatli tarixiy madaniy merosi, badiiy ijodiy. Shuningdek bu muqam To'qsun xalqining ishlab chiqarish, ijtimoiy turmush ve tarihi keçirmişleri bilen izcil bağlanıp ketken milli alahidligi güçlük yerlik kuruğu koyup sanat baylığıdır. Dert dağ muqamı xuddi 12 muqamga o'xshash bir yurish qurilmaga ega bo'lib, cho'ng nazma, daston, mashrab qatorliq 3 qismdan tarkib topgan o'xshamagan 32 kuyni o'z ichiga oladi. Bu ahallava klassik Uyg'ur shoirlarining she'rlari, xalq dastanlaridan parchalar, xalq qo'shiqlari va naqshi tekstlaridan 159 misralik tekst kirgizilgan.
yardım tap haydi bam gönlüm misal